aylanma vedimiz uchun biz aytdik, bizda mavjud barcha shotlarni aylanma vedimizga tushirib chiqamiz. Buning uchun bizga boshlang'ich qoldiqdagi hamda provodkadagi shotlar kerak bo'ladi. Bularni ikkitadan qatnashganlarni o'chirish uchun danni bo'limidan udalik duplikat tugmasini bosamiz va barchasi bir donadan qoladi bizga. Bularni chiroyli qilib sortirovka qilib olamiz. Xo'p. Keyin bizga nima kerak bo'ladi? Boshlang'ich qoldiq, оборот va oxirgi qoldiq. Bu yerda esa shotlar. Chiroyli ko'rinishga olib kelib oldik. Endi biz o'tgan galgidek formuladan foydalanamiz. Boshlang'ich qoldiqdagi ma'lumotlarni biz boshlang'ich qoldiqdan olamiz. Buning uchun sum yesi formulasidan foydalanamiz. Funksiya bo'limidan kirib sum yesini tanlaymiz hamda boshlang'ich qoldiqdagi shotlar ustunini tanlaymiz. Kriteriyadan aylanma vedimizdagi shot raqamini ko'rsatamiz. Diapazon summirованиеdan boshlang'ich qoldiqning debit ustunini tanlaymiz. Kredit ustunida ham formula. Kredit ustunida ham formuladan foydalanamiz. Sum yesi formulasini tanlaymiz. Diapazonda boshlang'ich qoldiqdagi shotlar ustunini tanlaymiz. Kriteriyada aylanma vedimizdagi shotlar ustunini tanlaymiz hamda diapazon summirованиеdan kredit ustunini tanlaymiz. Va formulani oxirigacha ko'chirsak, boshlang'ich qoldiqdagi ma'lumotlarimiz ko'chib keladi. Оборотga esa biz provodkadan formula orqali ma'lumotlarni ko'chirib o'tamiz. Bunda yana biz uchun sum yesi formulasi kerak bo'ladi. Diapazondan provodga hamda debit ustunini tanlaymiz. Kriteriyadan shotni tanlaymiz. Summa diapazondan summa ustunini tanlaymiz. Kredit tomonda ham shu formulani takrorlaymiz. Sum yesi provodka bo'limidan kredit ustunini tanlaymiz. Kriteriyadan shotni tanlaymiz. Summa diapazondan summa ustunini tanlaymiz. Va bu formulani ham oxirigacha ko'chirib tashlasak, bizda provodkadagi summalarimiz ko'chib keladi. Oxirgi qoldiq uchun, aktiv shotlar uchun, oxirgi qoldiqda esa aktiv shotlar uchun boshlang'ich qoldiq debitiga оборотning debiti hamda qo'shiladi hamda оборотning krediti ayriladi. Passiv va kontraktiv shotlar uchun esa boshlang'ich qoldiq kreditiga оборотning krediti qo'shib turib, оборотning debiti ayriladi. Va shu tartibda biz formulani ko'chirib chiqamiz. Bizga aylanma vedimiz hosil bo'ldi. Debit hamda kredit tomonlar balans berdi. Bundan keyingi jarayon buxgalteriya balansini to'ldirish edi. Uning uchun may.soliq.uz saytiga yuridik shaxslarning kabinetiga kirib olamiz. Shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan elektron shakllarni tanlaymiz va moliyaviy hisobotlarni tanlaymiz. Bu yerdan esa umumiysini tanlaymiz va buxgalteriya balansi 1000 so'mda to'ldirilishi yana bir bor ta'kidlashyapti. Hisobot turi, hisobot qaysi yil uchun hisobot topshirayotgan bo'lsangiz, o'sha yilni tanlaysiz.
davr yillik. Va keyingi ilovaga o'tamiz. Mana bizga balans shakli. Demak, balansda 4 ta ustun bor. Ko'rsatkichlar nomi, bu yerda shotlar ham ko'rsatib o'tilgan. Satr kodi, hisobot davr boshi va hisobot davr oxiri degan ikkita ustun ma'lumotlar to'ldiriladigan ustun hisoblanib, hisobot davr boshiga ma'lumotlarni biz aylanma vedomostning boshlang'ich qoldig'idan ko'chiramiz. Demak, bizda nima mavjud? 0130 shotida 500 ming so'm pul birligi bor ekan. Demak, bizda nima mavjud? 0130 da 500 ming so'm bor ekan. Biz 1000 so'mda to'ldirishimiz shart. Hisobot davri boshiga 0130 ni topdik. 0-10-satrda ekan 500 yozamiz. Eskirish 200 ming so'm bor ekan 0230. Endi balansdan ko'rsatkichlar nomidan 02 ni topamiz va bu yerga eskirish summasini kiritamiz. Keyingi ma'lumot 10 da 50 ming so'm. 10 bizda 150-satrda joylashgan. Ishlab chiqarish zaxiralari 50 yozamiz. Asosiy ishlab chiqarish 80 ming so'm ekan. Topdik. 160-satrda ekan. Keyingi qoldig'imiz 40 xaridorlarning qarzida ekan. 65 ming so'm, bu 220-satrda ko'rishingiz mumkin. Keyingi qoldiq esa hisob raqamda 37 ming so'm bor ekan. Hisob raqam 340-satrda ko'rishingiz mumkin. Keyin passivlarni ko'chirib chiqamiz. 60 da 50 ming so'm bor ekan. 60 610-satrda 50 ming so'm. Keyingisi daromad solig'i bo'yicha qarz 11.900 so'm. 11.9 yozamiz. Ijtimoiy soliq hamda shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratmalarni biz qo'shib yozamiz dedik. 12.100 so'mni 65-20 satriga yozamiz. Keyingi ma'lumot, ish haqi bo'yicha qarzdorlik 88 ming so'm ekan. Uni 720 satrga to'ldiramiz. Keyingisi 69-10, 69-90larda bor ekan. Bizda 760-satrda boshqa kreditorlik qarzlar 69.50 dan tashqari barcha 69.00lar degani uchun ikkalasini qo'shib yozamiz 20 ming so'm. Va pay va ulushlar 83-30 shotida 350 ming so'mni biz 410-satrga tushiramiz. Shunda hisobot davri boshiga aktivlarimiz 532 ming so'm bo'ldi. Hisobot davri oxiriga passivlarimiz 532 ming so'm bo'ldi. Endi hisobot davr oxirini to'ldirib chiqamiz. Hisobot davri oxiridagi ma'lumotlarni biz oxirgi qoldiqdan ko'chiramiz. Asosiy vositalar 500 ming so'mlik bor ekan. Ularning eskirishi materiallar 20 ming so'm. Ishlab chiqarish 53.25 yozdik. Tayyor mahsulotlar 300 ming so'm. Xaridorlarning qarzi 5 ming. Kassadagi pul mablag'lari 2 ming so'm va hisob raqamdagi pul mablag'lari 1000 so'm yozdik. Endi passiv tomonini ko'chirib chiqamiz. Mol yetkazib beruvchilarga bo'lgan qarz 20 ming so'm 610-satrga yozamiz. Daromad solig'i bo'yicha qarz 11.900 so'm. Ijtimoiy soliq va NPS bo'yicha qarzdorligimiz 12.100 so'm bitta satrga yozamiz dedik. Ish haqidan qarzimiz 88 ming so'm. Kredit bo'yicha qarzimiz 180 so'm 730-satrga va boshqa majburiyatlar 13 ming so'm. Pay va ulushlarimiz 410-satrda bo'ladi 350 ming so'm. Demak, hisobot davri oxiriga aktivlarimiz 675 ming so'mni tashkil qilyapti. Passivlarimiz ham 675 ming so'mni tashkil qilyapti.
balans to'g'ri to'ldirildi. Endi jo'natish tugmasini bosish orqali balans jo'natishimiz mumkin.